Assalomu alaykum. Yana sizni ko'rib turganimizdan bag'oyatda mamnunmiz. Demak, Uskabo olimpiadasi yozma savollari tahlili 3-topshiriq. 3-topshiriq hayvonlar fiziologiyasiga oid savollar bo'lib, u ham 2 qismdan iborat. Birinchi qismda buyrak fiziologiyasi, ikkinchi qismda esa buyrak anatomiyasi. Birinchi qismda biz buyrakning fiziologiyasi, ya'ni buyrakning ishlashi haqida gaplashamiz. Natriyning fraksional ajralishi buyrak fiziologiyasida o'rganiladigan parametr bo'lib, bu filtr hisoblanadi. Natriyning necha foizi siydik bilan chiqarilishini ko'rsatadi va u quyidagicha hisoblanadi. Ya'ni fraksional ajralish demak, natriy uchun natriyning siydik bilan chiqarib yuborish tezligini bo'lishimiz kerak, natriyning filtr bo'lmagan tezligiga. Va bu ko'rsatkich foizi deyilganligi uchun mana bu yerdan biz hech qo'rqmasdan yozib qo'yishimiz mumkin. O'zimiz bilgan holda 100% ga ko'paytirishimiz kerak. Bu yerda bu ko'paytirish belgisi ko'paytirilgan 100% bo'ladi. Endi natriyning fraksional chiqarilishini hisoblash uchun bir kishidan qon va siydik namunalari olingan. Natijalar quyidagicha. Plazmadagi natriyning konsentratsiyasi 140 millimol, siydikning natriy konsentratsiyasi 380 millimol, 24 soat davomida chiqarilgan siydikning umumiy hajmi esa 2 litrga teng ekan. Va masalaning keyingi qismida quyidagi ma'lumot berilgan. Odamning glomerulyar filtratsiya tezligini hisoblash uchun insulin vena ichiga 1 gram taqsim daqiqa yoki 1 gram taqsim minut tezlikda yuborilgan. Insulinni qabul qilish davrida bu odamning plazmasida insulin darajasi kuzatildi va natijalar quyidagi grafikda keltirilgan. Grafikdagi vaqt o'tishi insulin bera boshlagan paytdan boshlanadi, ya'ni 0-daqiqadan boshlanadi va insulinni yuborish 40-daqiqada to'xtatilgan. Ya'ni mana bu daqiqa kelib turib 40-daqiqaga kelganda bu ish o'z nihoyasiga yetgan ekan. Va bu ish 0-daqiqadan boshlanganligini hisob-kitobini olishimiz kerak. Xo'p, vertikal qator bo'yicha plazmadagi insulinning konsentratsiyasini milligram taqsim millilitrda bergan, vaqtni daqiqalarda, gorizontal o'qda tasvirlagan. Savol qo'yilyapti. Bu odam uchun glomerulyar filtratsiya tezligi, ya'ni GFR ni hisoblang va keyingi savolda esa bu kishi uchun natriyning fraksional ajralishi qiymati qancha foizga teng bo'lishini top degan savol qo'yilgan. Bizga berilgan ma'lumotlardan foydalanib biz hisoblashimiz mumkin o'sha buyrak uchun glomerulyar filtratsiya tezligi, ya'ni GFR ni. Xo'p, GFR ni topish uchun biz hozir qanday ishlarni amalga oshirishimiz kerak? GFR ni topishimiz uchun bizga kerak bo'ladi hozir mana bu jadvaldagi ma'lumotlar. Jadvaldagi ma'lumotlarga qarab turib biz ko'rishimiz mumkinki, buning o'zgarmay qolgan bitta nuqtasi bor, ya'ni eng yuqori cho'qqiga chiqqan nuqtasi bor va bu nuqtada uning qancha konsentratsiya bo'lganligini hisob-kitobini qilib olishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda ko'rib turibsiz 8 milligram taqsim millilitrni ko'rsatib turibdi bizga. Ya'ni bu 8 ga teng ekan. Bu tezlikni topishimiz qanday bo'ladi? Bu tezlik hozir bizda tezlik berilganda, ya'ni insulinning vena ichiga qanday tezlikda yuborilganligi. Bu tezlikni hozir 1 gram taqsim minut deyilgan. Shuni agar biz gramni mana bunga moslab milligramga o'zgartiradigan bo'lsak qanday bo'ladi? 1000 milligram taqsim minutga aylanib ketadi. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, biz 1000 milligram taqsim minutni, ya'ni bu yerga birliklar bilan yozamiz, milligramni bo'lishimiz kerak. Xo'p, 8 milligram taqsim millilitrga. Demak, 1 taqsim 8. Xo'p, 8 ning yonida milligram qoldi. Tepada esa millilitr qoldi, ya'ni 1 millilitr. Hozir bu yerda men kasrlarni bo'lish qoidasiga ko'ra birinchi kasrning o'zini, ikkinchi kasrning teskarisini yozib oldim. Bu jarayonga tushundingiz deb o'ylayman. Mana bu qismni esa biz hozir o'chirib turamiz, chunki bu qism hozir bizga kerak emas, shunchaki tushuntirish uchun yozgan edim. Endi buni hisoblaydigan bo'lsak, bu yerda milligram va milligramlar qisqarib ketadi. Natijada bizda 1000 ni 8 ga bo'lishga to'g'ri keladi. Agar qisqartirib bo'lib beradigan bo'lsak, bizda 125 bo'lar ekan. Demak, 125 millilitr taqsim minut bo'lar ekan GFR ning qiymati.
Demak, birinchi qism uchun yechim shunday ko'rinishda olib borildi va endi ikkinchi qismga o'tamiz. Natriyning filtr bo'lmagan tezligi deyilganda nima deyilgan, nazarda tutilgan edi? Natriyning filtr bo'lmagan tezligi bu xuddi hozir biz hisoblagan glomerulyar tezlikka o'xshaydi. Glomerulyar filtratsiya tezligiga o'xshaydi. Unda ham filtr bo'lmasdi-ku, devorchalardan o'tib ketardi, o'sha yoki bo'lmasam o'shaning kanalchasiga singib ketardi. Shu jarayonga bog'liq bo'ladi. Hozir buning hisob-kitobini ko'rib o'tamiz. Buning qiymatini topishimiz uchun birinchi natriyning siydik bilan chiqarib yuborish tezligini topishimiz kerak ekan. Xo'p, natriyning siydik tarkibidagi konsentratsiyadan foydalanishimiz kerak. Uning uchun bizda bu qiymat bor. Mana 380 millimolga teng. 24 soat davomida chiqarilgan siydikning hajmi ham bor. Bizda bu 2 litr. 2 litrni hozir biz millilitrga aylantirishimiz kerak. Hammasi bir xil o'lchamda bo'lishi uchun. Keling, agar 2 litrni aylantiradigan bo'lsak, bizda hozir 2000 millilitr bo'ladi. Natriyning siydik bilan chiqarib yuborish tezligini biz hozir tezlik 1 desam va o'shani V1 bilan hisoblasam, menimcha yaxshiroq bo'ladi. V1 ning qiymatini topishim uchun men demak 2000 millilitrni ko'paytirishim kerak 380 ga va bu yerda daqiqa bor. Bizda 24 soat uchun berilgan ekan, hech qisi yo'q. 24 ni ko'paytiramiz 60 ga, shunda daqiqa bo'ladi. Buning hisob-kitobini amalga oshiradigan bo'lsak, bizda taxminan 527 mol taqsim millimol taqsim daqiqa degan javobga kelib qolar ekanmiz. Ya'ni buning birligini yozmaganman bu yerga birdan yozib ketamiz. Millimol taqsim minut yoki daqiqa. Millimol taqsim minutga teng ekan. Endi biz V1 ni topdik, V2 ning qiymatini topishimiz kerak bo'ladi hozir. V2 ning qiymatini qanday topamiz? V2 ning qiymatini hisob-kitob qilayotgan paytda biz GFR ni natriyning plazmadagi konsentratsiyasiga ko'paytirish orqali topamiz. Ya'ni bu formulani tuzib olamiz. Demak, GFR ko'paytirilgan plazmadagi natriy konsentratsiyasi yoki bo'lmasam plazma natriy deb qo'yaman va bu yerdan V2 ning hisob-kitobini amalga oshiradigan bo'lsak, GFR ning qiymati bizda 125 ga teng bo'ldi. Ko'paytiramiz, konsentratsiyasi bizda hozir 140. Agar buni ko'paytiradigan bo'lsak, bizda 17500 millimol taqsim daqiqa bo'lar ekan. Yozib qo'yamiz bu yerdan 17500. Endi va yakuniy qadam qoldi. Natriyning fraksional ajralish qiymatini topishimiz kerak bo'ladi. Bu yerdan keling yozamiz. Bu yerdan eng quyi qismidan fraksional ajralish natriy uchun V1 ni V2 ga bo'lishimiz kerak va 100 ga ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, 527 ni bo'lamiz 17500 ga. Shunda bizda va uni 100% ga ko'paytiramiz, chunki foizdagi qiymat so'raladi bizda. 527 ni 17500 ga bo'ladigan bo'lsak, bizda 0.3 chiqadi. Agar uni foizga aylantirmoqchi bo'lsak, taqriban bizga 3% ni beradi. Va shuni eslatib o'tmoqchiman, bu yerdagi qiymatlarni biz aynan butun qismi bilan, ya'ni kasr qismini ko'chirib yozmadik. Qismlarini yaqinlagan holda hisob-kitob uchun imkon qadar qulay holda olib keldik. Ya'ni 3% dan sal oshgan yoki 2.99, 2.98 qiymatdagi yechimlar kelib qolsa ham sizning javobingiz ham qabul qilinadi. Ya'ni bu qabul qilinmaslikka asos bo'lmasligini sizga tushuntirib o'tmoqchiman. Umuman olganda, demak, birinchi qism uchun javob bizda 125 millilitr taqsim minut bo'ldi. Ikkinchi qism uchun javob esa 3% ni ko'rsatdi. Uchinchi topshiriqning ikkinchi qismi. Demak, uchinchi topshiriqning ikkinchi qismini tahlil qilishni davom etamiz. Buyrak anatomiyasi. Bu yerda bizga hozir ikki xil kemiruvchi turi
turi uchun buyrak tasvirlari berildi. Bu tasvirlarga qarab turib biz xulosalar berishimiz kerak bo'ladi. Rattus norvegicus hamda Psammomis abesus tana o'lchamlari bir xil bo'lgan ikkita kemiruvchi turlar hisoblanadi. Bu ikki stemuzchining buyraklari ajratilgan va uzunlamasiga bo'lingan holda sizga ko'rsatilgan deyilgan. Va bu tasvirga qarab turib, qaysi tur yashaydigan joy quruqroq ekanligini toping deyilgan. Qaysi tur yashaydigan joy quruqroq degani bu yurakning ishlashligi bilan bog'liqda. Va bu yurak bilamizki, agar atrof muhit qanchalik quruq bo'lsa, bu yurakning ko'rinishi unchalik katta bo'lmaydi va unda kosachalar ko'p bo'ladi va mag'iz qavati unchalik qalin bo'lmagan bo'ladi. Shu bilan birga unda nefronlar ham ko'p bo'ladi. Bu ta'riflardan xulosa qilish mumkinki, birinchi tur har ikkala ta'rifga ham mos kelmaydi. Psammomis abesus har ikkala ta'rifga ham mos keladi. Ya'ni ikkinchi tur. U yashaydigan joyi quruqroq, shuning uchun ham mag'iz unchalik po'stloq qavatlari unchalik ko'p qismni o'z ichiga olmagan. Bundan tashqari unda nefronlar ham anchagina ko'p bo'ladi. Demak, javob har ikkalasi uchun ikkinchi va yana ikkinchi tur degan javob to'g'ri bo'lar ekan. Shu bilan 3-topshiriq hayvonlar fiziologiyasiga oid bo'lgan savollarning yechimlari o'z nihoyasiga yetdi. Salomat bo'ling.